Assalomu alaykum. Savol berishda jigar sirrozini sabablari. O'zbekiston sharoitida 80% gacha jigar sirrozining sababi gepatit B, C, D viruslari hisoblanadi. Lekin undan tashqari autoimmun kasalliklar bo'lishi mumkin. Autoimmun gepatit yoki birlamchi biliar sirroz yoki xolangit. Bu nima degani? Bu o'zimizning immunitetimiz bizning jigarimizga qarshi yoki jigardagi o't yo'llariga qarshi ishlashi. Bizning immunitetimiz ataka qiladi va jigarda yallig'lanish chaqirib va yillar davomida kuzatilsa, bu jigar sirroziga olib kelishi mumkin. Yana modda almashinuvi kasalliklari ham bo'lishi mumkin. Vilson-Konovalov kasalligi bu mis almashinuvining buzilishi yoki gemixromatoz kasalligi bu temir almashinuvi buzilishi va boshqa modda almashinuvi kasalliklari ham kuzatilishi mumkin. Fermentlar yetishmaydi. Masalan, Jilber kasallikda odamda ferment kam ishlab chiqarilgan hisobiga bilirubin oshib ketadi, miqdori oshadi va sarg'ayish kuzatilishi mumkin. Har bitta kasallikni aniqlash uchun laborator testlar o'tkazishimiz kerak va har bitta kasallikka o'zini yondashuvi bor. Qaysidir holatlarda virusga qarshi terapiya, qaysidir holatlarda o'sha moddalarni bilan biriktiruvchi modda berib organizmni chiqarib tashlash kerak bo'ladigan terapiya ham mavjud. Autoimmun kasalliklarga esa ko'proq gormonal terapiya ishlatiladi. Jigar sirrozi birdaniga boshlanmaydi. U yillar davomida rivojlanadi va jigar kasallikni oxirgi bosqichi hisoblanadi. Nima uchun jigar sirrozida qorinda suv yig'iladi? Jigar sirrozida qorinda suv yig'ilishini sabablari bir nechta va u sabablar hammasi bir-biri bilan bog'liq. Birinchi o'rinda albumin kamayib ketishi, ikkinchi qorin bo'shlig'idagi tomirlar kengayishi, ya'ni portal gipertenziya oshishi va organizmda gormonlarning o'zgarish hisobiga ham, giperaldosteronizm hisobiga ham qorinda o'sha 3-4 sabablar birgalikda kelganda qorinda suv yig'ilishi boshlanadi. Nima uchun aynan qorinda yig'iladi? Biz bilamiz, qorin bo'shlig'idagi hamma qon vena porta orqali jigarga boradi. Jigardan o'tib, jigarning ichidagi qon tomirlarning yo'lchalaridan o'tib yurakka boradi. Ana o'sha qon tomirlarini yo'llarida agar fibroz, sirroz rivojlansa, bu qon tomirlarining yo'llari o'zgarib ketadi va qon yaxshi o'tmaydi jigardan va jigar ichida to'planib qoladi. To'plangandan keyin qonning suyuq qismi jigari kapsulasining tevidan ajrab qorin bo'shlig'iga yig'iladi. Buni qanaqa tasavvur qilsak bo'ladi? Masalan, hamma biladi qanaqa chakkini qilishni. U qattiq matoga solinadi va osib qo'yiladi. Shu tomib qattiqni suyuq qismi tomgandan keyin quyuq qismi qoladi. Jigarda ham xuddi shunaqa. Shu qonning suyuq qismi xuddi chakkaga o'xshab tomib qorinda yig'iladi. Bu ya'ni suv birdaniga bir kunda yig'ilishi holati juda ham kam holatda bo'ladi. U yillar davomida, kunlar davomida tomchilab qorin bo'shlig'ida yig'iladi. Jigar hujayralari shunaqa joylashganki, jigar hujayralarining orasida yo'llar bor. O'sha yo'llardan qon o'tishi kerak. Agar o'sha qon o'tadigan yo'llarda, tomirlarda o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, fibroz rivojlangan bo'lsa, u yo'llar qiyshayib ketadi va qiyshigandan keyin qon o'tishi ham qiyinlashadi. Shuning natijasida jigarda qon yig'ilib qolish holati kuzatiladi va o'sha qonning suyuq qismi kapsulaning tevidan tomchilab qorin bo'shlig'iga yig'iladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar savollar bo'lsa, izohda yozinglar, javob berishga harakat qilamiz. Rahmat.